Siz bunga ishonmaysiz. Pokistonda atiga 20 ming yevro evaziga luks klassik avtobus yasab berishar ekan. Eng qizig'i, bu gigant avtobusni qo'lda bor yo'g'i bir necha kunda yasashadi. Avvalambor zavod avtobus uchun shassini 2000 yevroga xarid qiladi. Qolgani esa haqiqiy hunarmandchilik shousi. Usta ishchilar kvadrat turbalarga kerakli qiyalik va egilishlar beradi. Keyin ular payvandlab butun karkasni bir necha soatda tayyorlashadi. Shundan so'ng bir necha ishchilar tom ramkalarni ko'tarib shassining ustiga o'rnatadi. Keyin tashqi metallar qo'llab-quvvatlovchi ustunlarni qo'yishadi. Barini mahkam qilib payvandlaydi va shu jarayonda tom ham o'rnatib yuboriladi. Tez, aniq va juda samarali. Mahoratli ustalar zazorlarni ideal darajada to'g'irlaydi. Temir plastiklarni mustahkam qotirishadi. Asosiy qism bitgach, avtobusni shpakilovka qilishadi, bo'yashadi. Korpus eng haqiqiy luks ko'rinishga kirib boradi. Ichki qulaylik uchun butun kuzovni shovqin o'tkazmaydigan materiallar bilan qoplashadi. Panellar tayyor kelmaydi. Ustalar o'sha yerni o'zida yog'ochdan yasab chiqishadi. Keyin ichki tomonni charm bilan qoplab, estetik jihatdan mukammallashtirishadi. Final bosqich: oynalar o'rnatiladi va bir necha kun ichida mutlaqo yangi avtobus tayyor. Har qanday xaridorni hayratda qoldiradigan mehnat. Endi savol, agar sizga shunday qo'lda yasalgan luks avtobus taklif qilishsa, olgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.